Bo'pti, men ketdim. Qaqa? Ramazon aytaman. Oma kech qolsang kabatakdek cho'pagi bilan uraman. Ayzaxon! Chiqasanmi? Qaqqa? Ramazon aytamiz. Bo'ldi, ketdik. Yur. Endi kimni chaqiramiz? Tohirni chaqiraylik. Ha, sevgilingizmi? Bori. Tohirjon, Ha, chiqasanmi Ramazon aytamiz. hozirdan so'ray. Dada Ramazon aytgan chiqsam bo'ladimi? Balobami ko'chada o'zi uylanadigan katta bola bo'lib turibsan. So'kinardi bu ro'zada bormaning chaqir. Kapmatda bo'lib qolma, men chiqmas ekanman, men uylantirar ekan. Chiqmas ekan. Ikki kishi kamlik qiladi-da. Umidan chaqirsa-chi? Uni churaqalari bor. Ukalar bilan chiqsa chiqursin, boshqa iloj bormi? Ha, bo'pti-da. Ketdik. Qaranglar qizlar, xo'no momo xolamga borib aytamiz, xo'pmi? Zulfiya xolaniki boraylik. Junimizdan so'kib haydaydi, ketdik momo xolanikiga. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Ha, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Olib chiqing, tog'araga sap chiqing. Tog'araga sig'masa, etagingizga sap chiqing. Ro'za keldi, bildilaringmi? Qozonga yo'q, qo'ydilaringmi? Bizga bir tovoq berdilaringmi? Men senga nima dedim? Kech qolma deyordimmi? Marka endi.